bilishimiz kerak, har bittamizdan bitta dona bo'lsa-da kaprizni tanishlarimiz bo'ladi-yu. Bu videoni o'sha kaprizni tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Sizlarning ko'nglingdagidek zo'r ko'ylak chiqdi. Qaranglar, fasonni ko'ribsizlarmi? Matosi xib trikotajniy matoda, o'zimni tilimda gapirganda umuman katoshka bo'lmaydi. Odamni zeriktirmaydi, bagati. O'zinglar kiysanglar ham, birontaga podarka qilsanglar ham umuman uyaltirib qo'ymaydi. Tigr matosi bilan neobычный uslubda ishlangan. Bilasizlar, tigr matolar umuman modadan qolmaydi. Xolisinglar mana bunaqa look qilib kiysanglar ham bo'ladi ro'mollari bilan. Fasonni ko'rdinglar, juda chiroyli turadi. Ixchamgina, qulaygina, A variantda yurishligi udobniy variantimiz. Bularni yaqinroqdan ko'rsatmasam bo'lmaydi. Qaranglar, oldi qismlari, yoqa qismlari, oldi qismlari, qo'llarning mana bu qismlari ruchnoy ishlari bor. Xrustallar bilan bezatilgan juda chiroyli variantdagi ko'ylagimiz nima ichida. Ko'rasizlarmi? Qanaqangi zo'r turadi, kiyganda ham mazza qilib kiyaverasizlar. Xohlovchilar uchun mana bunaqa variantdagi ko'ylaklardan ham olib kelganmiz. Bu ham tigr matosi bilan o'zgacha ishlangan, zamochkali variantda mana bu ruchnoy ishlari bor. Hammasi tikilgan, oddiy narsa emas. Fasonni ko'rdinglarmi? Qo'l qismlarida ham Swarovski toshlar bilan bezatilgan, har taraflama udobniy. Bachkana emas, oddiy emas, mazza qilib kiyaversanglar bo'ladi. Mana bunaqa variantdan ham olib kelganmiz. Bo'yi uzun obunachilarimiz qattasizlar. Mana sizdagi zo'r variantimiz. Qo'shiydik fasonida oldilarda veshibkali bor, yoqachali variantda zamokli fasonni ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli turadi. Orqalarini ham ko'rdinglarmi? Fasoni shunaqa zo'r, matosi shunaqangi приятный havo o'tkazuvchi 100% mazza qilib yuvib kiyaverasizlar. Mana bunaqa nimchalardan ham olib kelganmiz. Qarasanglar bo'ladi. Rosa zo'r variantda novinkalarni ko'rsatib o'tmayman sizlarga. Hozir buni kiyib ham ko'rsataman. Qaranglar. Juda chiroyli, poloshovka matosi, sezonga mos, yomg'ir o'tkazmaydi, mazza qilib kiyasizlar. Asosiysi yengil и приятный. Bismillah. Qarasanglar, dilinasi ham zo'r, orqalari ham neobычный variantda. Bularning karmanlari ham bor variantimizda. Hozir sizlarga narxlari haqida ma'lumot berib o'taman. Bu nimchamiz Turkiya mahsuloti, turk razmerda 40 razmerdan 50-razmerlargacha 6 pelish qo'shsanglar o'zimizning razmerimizga kelib chiqadi. 530 ming so'mdan bularning narxlari. Keyingi narxlarga o'tamiz. Egnimga kiyib olgan ko'ynagim, mana bunaqa ko'ynaklarimiz. Razmerlar 2XL dan boshlanadi, 8XL gacha o'zimizning razmerga o'girganimizda 48-50-razmerdan 56-58-razmerga kiydigan obunachilarimizga bemalol to'g'ri keladi. Narxlari 530 ming so'mdan. Xohlovchilar uchun mana bunaqa variantimizning ham narxini aytib o'tamiz. 680 ming so'mdan. Siz zo'r variantimizda 1XL dan 6XL gacha razmerlari. Endi kommentariyada boshlanadi qimmat arzon muhokamalarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpischilarimiz, bizda ko'ynaklarimiz 150 ming so'mdan boshlanadi, 2 million so'mgacha. Har xil kачествоda, har xil matoda, har xil firmaning ko'ynaklari. Biz ish faoliyatimiz davomida ko'pchilikni ko'ramiz. Ba'zi obunachilarimizga ko'ynaklarni zo'rlarni ko'rsangiz ham yo'q, men bunaqa kiymayman, men Turkiyaning originalini kiyaman deyshadi. Bizga har bitta obunachimizning fikrlari, ularni bizga gapirib o'tgan gaplari muhim ahamiyatga ega. O'shaning uchun hamma o'zini doirasidan kelib chiqib, xohlagan ko'ynaklarni, xohlagan abaya, xohlagan dvoka bemalol xohlagan narxda topsanglar bo'ladi. Aytganimdek 150 mingdan 2 million so'mgacha. Ba'zilar boshlashadi, qimmat mamnuqa. Iltimos, o'zimizning hurmat doiramizni, farosatimizni ishlatgan holda, o'zimizning qadrimizni to'kmagan holda jim turishimiz ham bitta farosatimizning belgisi. Har bitta narsa osmondan olib kelib narxlanmaydi. Har bittasi o'zini kачествоsi, matosiga qarab narxlanadi. Biz ham insofimizni yeb qo'ygan joyimiz yo'q. Hurmatli obunachilarimiz, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarga imkon qadar arzon narxda, skidka narxida qilib berishga harakat qilamiz. Ko'pchilik obunachilarimiz juda yaxshi bilishadi. Boshqa magazinlarda patolog sotayotgan narxda bizda ko'ynaklarimiz ularnikidan ancha arzon narxlarda sotyapmiz. Original narsalarni ham bizdan zo'r narxda olasizlar. O'shaning uchun ham turkiyalarimiz kelishi bilan uchyapti. Necha korobka narsalar ochyapmiz. Keladi tugaydi. O'zinglar juda yaxshi bilasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni xafa qilib qo'ygan bo'lsak, ming bora uzr so'raymiz. Lekin ba'zi bir obunachilarimizga bu so'zlarimiz tegishli. Hech kim o'zini qadrini, obro'sini to'kishi shart emas. Har kim o'zini xohlagan narsasini bemalol olib xarid qilsa bo'ladi. Magazinimiz ertalab 9 dan kechki 10 gacha ishlaydi. Har kuni ish faoliyatidamiz. Lokatsiya Toshkent shahar, Uchtepa tuman, Farxayskiy dehqon bozori yonginasida joylashgan. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Bemalol kiyaverasizlar. To'g'risini aytaman, ba'zi narsalarda narxini aytishga ham o'zim iymanib, qo'rqib turardim. Mana bemalol aytaman. Hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, xohlagan ko'ynaklarni olsanglar bo'ladi. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Bemalol kiyaverasizlar.